Puli yengilroq avtomat korobka Lacetti qidirib yurganlar uchun bizda navbatdagi Lacetti avtomobili 2010-yilda ishlab chiqarilgan 3-paysa avtomat korobka, bosib o'tgan masofasi probegi 205 ming kilometr. Mashinamizga 4-pokoleniya metan gaz o'rnatilgan, texnik holatlari ham yaxshi holatda. Mashinamizda qilinadigan ishlar, rasxodlari yo'q. Balolar holati ham yomon emas, hali bemalol yurib tursa bo'ladi. Salon qismiga keladigan bo'lsak, saloni ham yaxshi holatda, urinib qolmagan. Bu probeg uchun, bu yil uchun yaxshi holat hisoblanadi. Sidinalari ham mana cho'kib ketmagan. Lyuk albatta bor. Signalizatsiya Magicar o'rnatilgan. O'zining заводской shtatniy magnitofonida video registrator bor. Akkuratniy, приятный salon. Xo'p, ana endi kraskasiga keladigan bo'lsak, chap taraf oldi eshigi, orqa eshigi va orqa krilosi yuzak sepilgan. Stoykalar butun, заводской holatda, ichiga o'tmagan va o'ng taraf kalenkasi ham sepilgan. Kalenka buliga tekkan kasal, tosh tegadi, qiriladi, chaqiladi, o'shaning uchun sepiladi. Udar yo'q. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $6400. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini video opisiyaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar. Videoni arzonchiroq Lacetti qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yamiz. Ma'qul topsanglar bitta layklardan o'rgilib ketsin.